To'g'risi bu videoni ko'rib hammani ko'ziga yosh keladi. Nimaga men bu videoni olib chiqyapman degan savolga ba'zi bir boy, kambag'al deb ajratayotgan insonlar ko'ringlar shuni. Hech qachon o'lim yosh tanlamas ekanda. Mana misol men endi tushunganman. Siz 10 yosh bo'lasizmi, 5 yosh bo'lasizmi? Peshonangizga mana shu vaqtda o'ladi deb qo'ygan bo'lsa, ming harakat qilganingiz bilan o'sha peshonada yozilgan umrni ko'rar ekansiz. To'g'risi, hozir bu videoda ko'rgan bo'lsanglar yoki o'sha qizi, akalari, yonida turgan onalariga to'g'risi sabr tilayman. Nima desa bo'ladi, bu qiz hali juda ham yosh edi, lekin yosh bo'lishiga qaramay vaqt soat kelsa, umr yetsa, hech qachon yosh tanlab o'tirmas ekan. Men shu narsani tushundim. Sizlar ham shu narsani bilinglar degan maqsadda olib chiqyapman. Birov orqasidan g'iybat emas bu. Ota-onasiga sabr bersin.